Salam dostlar. Ben Ahit Bakı Kadir. Çokan mesulatları sizni Aypatem'nin Kelin Tanışı filmini görüşke tavsiye kılıdı. Apa, dada, ben tanıştırıp koyay. Bu yak benim boğusi ayalım Zulhumar buldu. Biz çok toy qilmoqchi bo'lyapmiz. Sizlar qo'shilsanglar, apa. Ecep kalmışsızlar. Kiminle mi yarışıptı? Bizden öyge kelin bolap. Apanın koluğu kol, putuğu put bolap, öy işlerine yardımlaşmakçı boğundun. Ben hoş olup atımay. Lakin bu işe apanın nemdeki. Ben ümit ettim. Baxtlik bulunlar, ben ruhsatimni berdim. Çünkü o qo'rqnim uchun sizga berdim. Dada. Dada. Muşuda jim tut oturam da. Da bir so'ldan sormamsa. Sual? Ha? Benim oğlum ne mi degan akıllı koysun. Bugün sırtının havası kandarak ya. Baba, avama. Xeyli yaxshi, bak issiq emas, bak sovuq emas. Aras. Sizinki yurt tarafta mana yağmur yağandı. Yog'du. Bu yıl öyle yığın köp oldu mu? Xeyli ko'p, hozirmi yig'yotidi. Yo, bazı yurtta tomliq to'p yığılmış qara. Dada. Sen muşunda so'ldan sorsang to'g'ri bo'lamda. Şunda sorularını sorsam... siz... Qinanamga yarayman deb o'ylamsiz? Bunda bir tirikchilikka oid, bunda orzu, armonlarga oid so'ldan sormamsa. Akıllı. Ne bo'ladi balam? Siz to'liqsizda biologiya imtihonida qancha nomer olgan? To'g'risida. Esimda qilishicha 80 nomer olgan. 80. Ben sizden so'rab bakay. Bu şu tuxum avval paydo bo'lganmi yo to'qi avval paydo bo'lganmi? Tuxum. Tuxumdan. Undaqda tuxum nereden paydo bo'lgan? Tantarbiya imtihonida şu 800 metrega yugurishda to'liq yuguramdingiz yoki ikkinchi aylanmada u yerda saqlab turib boshqalar qo'shilib olamdingiz? Ben shu do'stlarimni saqlab bunday yuguratdim. Manda o'rinli qilsangiz, keyin qandaqmi ishchan kelin bo'la olaysiz? Muş suallarının kelin buluş bilen bir mismo'challik munosabati bormi? Albatta bor. Hey. Uygun. Mushu uyga kelin bo'lib kirganda, biz do'kondan biraz akram deb bursak chiqib, o sirtda do'qmishni saqlab tursa qanday qiladi? Dada. Mundaq bir turmush qayt suallarni sormamsa. Turmushqa? Akıllık. Turmushqa. Tamak edelemsiz? Italayman. Undaqda sizda mana
maharetinizni ko'rib boqaymi? Ma'qul, Qandayroq etsiz tabaqni. ma'qul. Ma'qul. Lay, men tomoq sakız qilay degandim. Ma'qul, ma'qul. Adresini hozir avatib beray, ya. Ma'qul, ma'qul. Dada, dada, tomoq pishdi. Oo, 20 saat bombayla etib bo'ldingizmi? Men tomoqqa bek usta. Andaqda siz hozir uylarni bir hazır etamsiz? Ma'qul. Ma'qul. Lay, uy mulozimchilik shirkatimi? Dada, bu mening ajam menga yordamlashib ketdik-ya. Bizi tarafga keldi. Keling. Birga o'tirib tamoq yeymiz. Yo'q, bo'ldi dada. Keling. Suvni uyda yolg'iz qolganda ajam berib suvni qarg'iz olmaydilar. Tamoqda ya, tamoqni ma'qul. Bo'ldi, ajam o'zib qo'yay-ya. Ajam. Ma'qul qilsa, ajam ketsin. Keling qizim. Ha? Endi sizga menga pek yardım emas. Lekin bizning bu uyga kelin bo'lish uchun tuvandagi ishlarni bilishingiz kerak. Har kuni mana mushuninga o'xshash, mushunda o'xshagan mizlik taomlarni etsiz. Uylarni pak tozlaysiz. Qirqatlarni yuysiz, oyoqlarni surtib, paqirtisiz. Kunda mana dümbesini bir saat kaçlayısız. Kıymatanızın üstünü yıllap durup 3-4 saat stop oturursunuz. Muş işlerle çiğneyemezsiniz. Chidayolmayman. Men-chu sizlar kelin bo'lib bo'lolmoqdakman. Har kim o'zining putini o'zi tutsin, shundaqmi? Men qaytdim. Voy. Kelin nagmangda? O kelin kız benim qattiq sınaqlarımdan ötenmedi. Kelin deganda çok, 5'den başlap çin tutish kerak. Meni oshxonaning tamog'i bilan uy tomog'ini arayamaydi demsan? Uy mulozimatchisini tonimaydi demsan? Ko'zbo'yarchilik qildi-da. Hey bolam. Xotmasam-chi, unda qarabroq olchimi? To'g'ri, bak to'g'ri qilsa balam. Lekin shu natiz chiqsa bo'ladi-da, dada. Ey dada. Ha? Mushu sen opamni qo'g'lashganda qanday qilganda? Men bir qizni qo'g'lashayotgan. Shu azroq
tikinchilik qilib qoldi. Shu ashni bir tattaga yapsa, yaxshi bo'ladi. Nasib qo'yman. Mani, ha dada. Endi o depressiya. Hey, o kız o da çıraylık mı? Chiroyli. Onda o stepi. Kara. Şu kız balının hemmesi. Asasen şu uşak yemekliklerini yiyişini yaxşı görürdü. Men yaxshi ko'rman. Kara mana. Bizning uyda tal bo'lgandiki, ha? O'sha cho'kamning paqalchiqini, bo'ynini, qalatini, ha? Lavlarda o't qatorliqlarning hammasini, qizlarning hammasi o'sha yeyishga amroq. To'g'ri. Xizmat qilganda, televiziya, teatr ko'rganda, qo'zig'i ochganda, cho'kamni yeb seni eslab o'ltirdi. Shuning bilan ishim tutmamdi bola. To'g'ri. Hey dada. Sen apamni mushtaq olishib ketgansan degina. Aşağı. Vay. Kira, otur. Hey dadısı. Anam oğlum. Bu yakta bu. Sen tanıştırıp koyay. Bizim ma öyünün boğuz kelini Hasiyet. Kelin. 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 Oy. Dada, nima yig'layapsan? Ya ben yıkılmadım. Hoşal bol hava tabi. Kelin. Baxt bol bala. Apa, Oo. men bu qizni tonimayotganman-ku. Hiç kızı yok tanımazsan. Hem de tanışsanlar bulu demez mi? Bakma. Sizler bu bir-biringlar tanışıp, bir-biringlarni tushunib olishga necha vaqt o'tdi. Mana men necha minutning ichida chiqqinlarni bir yerga akilib, bir-biringlarni tanishtirib, bücürünglarcha bildirib etaman. Ha buna, sizlar hozir tanish bo'ldinglar-ku? Ay oğlum. Tanıştık benden sen. Meni ismim Batu. Mening ismim Hasiyat. Tanış bo'lgandan keyin kashtik uchrashishga taklif qilmamsan. Sizni kechlik kino taklif qilsam bo'lamdi. Yo'q. Kino taklif emas. Bundaq yeydigan narsalar bor ekan. Qilmamsan. Kechlik sizga tomoq taklif qilsam bo'lamdi. Ha, bo'ldi. Voy chiroyli qizim, ham qizim. Aqlingizga qarang. Hey bolam. Sen bek tatlıkçımı annem yürüküm bağrım ciğerim balam. Hoş geldin. Ay kızım bir oğlu taklif qilib ma'qul demaymiz. Çok nasib qoptirmiz. Ben naz degan qizga yaxshida, g'az degan ko'lga degan gap bor mana bizda. Shuningga o'zingizning qadrini qilib aldirmay ma'qul deysizmi? Ha, anda xo'sh chiqinglar, tanish bo'ldinglar. Oshxonaga kirdinglar deyli? Oshxona. Voy, bundaq bir sen salom qilmamsan. Ma'qul. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Meni tomoq taklif qilganingizga rahmat. Voy, eshikisi yo'q. Voy, nimadan kekeslaysan? Ha? Voy, so'g'ib bermansan? So'g'at bermabmi? So'g'at. Voy, to'xtab tur. İşte, ben so'g'at qilib beray. Ko'rish so'g'atim. Rahmat. Yardımı? Pek yardı. Yarg'an bo'lsa, sizmi so'g'at qaytirmamsiz? Men nima so'g'at bersam bo'lar? Voy.
Bunu qilib, shu qizlarma o'g'illarga Shveysariyaning soatlarini sovg'a qildi ekan-ku. Voy umanda bo'lmasa. Anisicha, telefoningizni sovg'a qilsangiz bo'ladi. Unda qolsa bu mening sizlar ko'rish sovuqdan bo'lsin. Shunday qilib chiqinglar, tanish bo'ldinglar. Ishlarni joyida yaxshi ketib bordi-ku. Lekin hayot degan shunday yaxshi kulibla ketavermaydi. Bu turmush deganning agri to'qay, egiz, past, issiq so'g'aq, chong ishlar bo'lib turdi. Sizlar so'qishib qoldinglar deydi, urushib qoldinglar. Urushib qoldim. Xosiyatchinam, bu ishni bunday qilaydi. Meni xato yalarim bo'lishi mumkin. Lekin bu Kechirim so'rasam, tuzukroq kechirim so'ramansan. Xosiyatchinam, meni bir qitim kechiring. Bo'ldi. Bundan keyin boshqa qizlarga paranglashmayman men. Kechiryaptim. Hocam, shundoq tezli kechiryapsizmi? Bundoq qilib bu degandan kashkichi bu ishni qaytlayverib sizni xaptalayverdi. Qizval degancha ancha-mancha dirdiv deb tegishib turib oldirmay anadan kechirsiz. Shundoq qilganda bu o'zini so'raydigan bo'ladi. Qaytadan bir so'rag'ni. Xapimanga bo'ldi, men bunday sizni xafa qilmayman. Yo'q, men sizni kechirolmayman. Siz menga bilinmay boshqa qizlar bilan tanishib yurdingizmi? Yüzünüz siz nomus qilishni bilamsiz, bilmamsiz? Voy to'g'ri, men sizni kechirolmayman. Nima qilasiz? Nima qilmoqchi faqatsiz? Mening o'g'lim sizga nima ish qilganki? Voy shiriklar, voy bag'rim, o'ynam. Voy oltinim bag'rim, shirigim. Bo'ldi. Endi-chu, voy bolam, oltinim, qizlar o. Uyga aparay, apa bilan ko'rishtirib beray degini. Agar siz qo'shilsangiz, sizni opam bilan ko'rishtiray bo'lamdi. Albatta bo'ldi. Jiran. Mana ish bitdi. Men uyda borib, sizlarni kutaman. Apa? Bu yoq mening bo'g'isi ayolim Xosiyat. Biz to'y qilmoqchi. Shunday qilishmi? Voy bizning Xosiyat bo'ladi. Bizning uyga qandaqroq kelin bo'la olaydik-ki? Ko'p